Ibrohim degan birodarimiz uyda kiyib yurgan ko'ylakni yechib, ko'chaga yangi ko'ylak kiyib chiqsa, boshqalar uchun yasangan bo'ladimi ayol kishi? Ammo eri uchun kiymaydi u ko'ylakni. Bu sal tafsiloti bor masala. Ya'ni uni ha shunaqa bo'ladi yoki yo'q unaqa bo'lmaydi deb qo'yadigan masala emas. Uni tafsilotlarini aytib turib ajratib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Chunki uyda kiyib yurgan kiyimidan boshqa narsani ko'chaga kiyib chiqsanglar, yasangan deb turib umumiy yechim chiqarib qo'ysang noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni ba'zida siz aytayotganday bo'ladi, lekin har doim emas. Chunki uyda kiyadigan kiyim bilan ko'chada kiyadigan kiyim musulmonniki boshqacha bo'ladi. Ayniqsa ayol, muslima ayolning uyda kiyadigan kiyimi boshqacha bo'ladi, ko'chaga kiyadigan kiyimi boshqacha bo'ladi. Uyda odatda o'zini mahramlarining yonida yengil kiyimda yuradi. Yengil kiyimdan murod bo'ynilari, qo'llari mana shu bilagigacha yoki hatto bir yelkasigacha bo'lgan. Uzunligi ham o'sha tizza atrofida bo'lgan. O'zi ham unaqa o'ta keng bo'lmagan, oddiygina uyda ixcham bo'lgan kiyimlarni uyda kiysa gunohkor bo'lmaydi. Ya'ni o'zini mahramlarining yonida kiyib yurishligi mumkin. Alloh halol qildi. Ya'ni o'zini mahramlari, ya'ni bolasi, otasi, aka-ukasi, yo'nsam eri unga shu holatda qarasa, ko'rsa, ular ham gunohkor bo'lmaydi. Ya'ni ayol degani hali uyda ham qopga o'xshab hamma yo'lda kiydirib qo'yib o'tiradigan emas-da, u inson uyda ham boshqa odamlarga o'xshab bir erkinroq, yengilroq yurishlikka haqqi bor. Alloh bergan u haqni. Endi ko'chada unaqa holatda chiqa olmaydi. Ko'chaga chiqayotganda albatta uy kiyimining ustidan yopib turadigan, yopinchiq bo'lgan, keng bo'lgan, odmi bo'lgan, yaltir-yultir bo'lmagan, yasan-tusanni belgilamaydigan va badanlarini bildirmaydigan va avratlarini to'liq yopadigan, yuqa bo'lmagan, ichidagi haligi badanni terisini va shaklini sifatlab qo'ymaydigan darajada shunaqa kiyim bo'lishligi shart ko'chaga chiqsa. Ya'ni ko'chadan murod nomahram bo'lgan begona odamlarni yoniga chiqqanda ko'chaga shunaqa kiyimda bo'lishligi shart. Shuning uchun uydagi kiyimni ko'chaga kiyish deyotgan muslima ayollarda juda kamdan kam unaqa narsa bo'ladi. Chunki doim uyda o'shanaqa keng shariat talab qilgan hijobni uyda kiyib yurmaydi muslima ayollar. Shuning uchun ko'chadagisi bilan uydagisi farq qiladi. Endi ko'chada odatda muslima ayol ko'chada doim ertadan kechga yurmaydi. Ba'zida chiqadi. Shuning uchun ko'chaga chiqayotgan kiyimi yangiroq bo'lishi, oxiri to'kilib ketmagan bo'lishi mumkin. Uyda endi doim kiyganligi uchun unaqa yangi bo'lmagan, oxiri to'kilgan kiyimlar bo'lishi mumkin. Shu tarafidan farqlansa, uni sen ko'chaga bunaqa yangi kiyib bezanib chiqyapsan, yasan-tusan deb janjal ko'tarishlikka asos emas. Bu bir taraf. Lekin shunaqa ayollar bor. Uyda juda ham bir xarob yuradi, o'ziga umuman qaramaydi, kiyimiga ham qaramaydi. Shu ustida bir kiyimi bor deb ilib yuradigan bir narsani ilib yog'i chiqib ketsa ham shuni yaltiratib kiyib yuradi. Lekin ko'chaga chiqayotganda rosa kiyimlarini e'tibor berib, qarab, chok-chokini bir qaytarib, iloji bo'lsa hali bir yoqimli holatga keltirib kiyadi. Mana shunaqa qilishligi joiz emas. Chunki butun o'sha haligi birovga ko'rinishlikda yoqimli ko'rinishni xohlaydigan odam halol bo'lgan odamiga yoqimli ko'rinsin. Halol bo'lgan odami eri, oilasida farzandlari shularga ham bir yoqimli kiyimda ko'rinsa aybi yo'q. Yani shariat ko'rsatgan joylari yopiq bo'lsa kifoya. Uyida chiroyligina kiyinib yursin. Toza kiyimlarda yaxshi qarab yursin. Endi tinmasdan kiygani uchun oxiri to'kilib shunaqa bo'lishi mumkin kiyim. Lekin uyda pardoz andoz qilsin, yaxshi o'ziga qarasin. Qaytanga ko'chaga chiqayotganda sal bir odmiroq bo'lgan, ko'zga tashlanmaydigan, soddaroq bo'lgan, yaltir-yultir yo'g'onsam odamlarni e'tiborida yasan-tusan hisoblanmaydigan kiyimlarni kiyib chiqsin. Bizdagi eng yomon narsalardan bittasi uyda o'sha hech ham o'ziga qaramaganlar ham ko'chaga chiqib ketayotganda rosa bir soat osonda tusab keyin ko'chaga chiqadi-da. Shunaqa bo'lsa siz aytayotgan gapingizga tushadi-da, joiz emas. Gunohkor bo'ladi shunaqa qilgan ayol.
Uyingizdagi erkak sizni yoqtirsin, sizga muhabbatini o'sha ko'rsatsin. Sizga shavqi zavqi o'sha erkakdagi oshsin, ko'chalardagilardagi oshmasin, ko'rib, "Va, falonchini xotini zo'r ekan" desa, sizga ham manfaat emas, siz oilangizga ham, eringizga ham manfaati yo'q, zarari bor, dunyoda ham, oxiratda ham. Lekin haligi birinchi gap, uydagi bilan ko'chadagini farqi bo'ladimi? Farqi bo'ladi. Ko'chadagi kiyayotgan kiyimi yangiroq, bashangroq kiyim bo'lishligi mumkin, chunki uyda tinmasdan kiygani uchun ikkalasida farq bo'lishi mumkin. Bunaqa tabiiy farq bo'lsa, mayli. Lekin atayin tashqariga chiqayotganda bezanadigan kiyimi bo'lsa, joiz emas. Uyda xarob kiyinib yurib, ko'chaga chiqayotganda bezanayotganlar uyda mehr topmay, ko'chadan mehr istagan odamga o'xshaydi-da, misol. Shunaqa bo'lmaydi muslima ayol. Ya'ni muslima ayolning eri ham unaqa bo'lmaydi. Ya'ni o'sha tushunchagacha olib bormasin. E'tiborli bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Videolarimiz tez chiqib turishini istasangiz videoga like bosing. Albatta kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Videolarimizni boshqalarga ulashing. Albatta ulashish uchun ham amal qilganlik savobini oladi inshaalloh.